Assalomu alaykum, Ortiqjon Jo'rayev kanalining a'zolari. Videolarimizni bitta ham qoldirmay ko'radigan muxlislari, sizlarda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, videoni balandida telefon raqamlarimiz bor, Telegram ishlab o'tiribdi. Texnika agregatlaringizni Telegramga tashlaysiz, biz bu yog'ini bomba qilib chiqaramiz. Sizdan arzimagan like, kanalimizga yangi bo'lgan obunachilar podpiska bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib, o'zingizga kerakli texnikalarni обязательно kommentariyaga yozib qo'ying. Biz ko'p gapirib o'tirmay, eng zo'r texnikalarimizni bugungi sonidagini boshlab beramiz. Ana endi ardoimkida odat bo'lib qolgan katta bollarni pachka pul topadigan texnikasi bilan boshlayveramiz. Farg'ona viloyati Qo'shtepa bormisizlar, laykchalarni tirsillatinglar. Sizlar uchun o'sha Maral kombaynimiz slyoz qilib beradigan apparatni garantiyaligi hamma joyi o'ziniki, o'sha radnoy holatida deyaptilar. Motor korobkalari Zver, motorchasi o'ziniki, o'sha 6 portion motorida deyaptilar. 1 gram xarajat yo'q, hamma narsasi o'ziniki, o'sha motorlarigacha radnoy hamma joyi o'ziniki. Biror joyda 1 gram xarajat yo'q, polni texotdan chiqqan polni garantiya. 4 ta balonchasi ham yangi yarimtaga zavodit qilib olib ketasiz, dokumentlari joyida, umuman biror joyda 1 gram xarajat yo'q, super sustainada deyaptilar. Bu traktorimiz 5 ta qator makkani o'rib slyoz qilib berib ketadi. Bu qilgan slyozlarni moli qo'ylar kayfimni aytib yekonidan bo'ladi. Shunaqa garantiyalik Maralni zo'rini qidirib yurgan akalarimiz uchun mana sizlarga Maralcha. Narxchasi $11,000 bu aytiladigan narxi, o'zi narxi juda ham arzon narxda bo'libdi. Yana real olaman deykonlari kesin ko'rsin, kami bor, kelishamiz, gaplashamiz deyaptilar. Tortinmay telefon qiling, o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotni Farg'onadan oling. Ana endi yangi yilga yangisidan nasib qilsin degan akalarimiz uchun mana sizlarga o'sha legendarni ko'pchilik biladigan Neo Holden TD4 80 bo'ladi. O'sha garantiyalik Neo Holdenning agoni orqasidagi tilishkasi bilan hamma narsasi yangi, hamma joyi garantiya. Daji o'sha 1 yil kafolati, o'sha garantiyasi bor, daji o'sha servis xizmatlarigacha 1 yil servis tomonidan qilib beriladigan o'sha garantiyalik Neo Holdenimizning ma'lumotlari. Hamma joy aytganimizda yangi yili o'zi 2024 chiqqan zavoddan, lekin biz 2025da oktyabrda olganmiz deyaptilar. Hamma joy hali yangi ishlagan bo'lsa, 60 soat amali ishlagani yo'q, salondan ketirganimizdan bezin, prosta yerda ichiga kirmagan, o'qqa bo'qqa haydab tortgan bo'lsa, tilishga tortgan deyaptilar. Biror joyda kamchilik yo'q, hamma joyi yangi olib faqat minish kerak, bizga pul zarur bo'lgani uchun sotamiz dedilar. Komplekt tilishkasi bilan narxi 300 million narx qo'yilgan, bu salondan olingan narxidan ham arzon aytilibdi. Real olaman deykonlari bo'lsa, kami bor, kelishamiz deyilgan. Videolari bor, ko'ring, yoqsa telefon qiling, o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotlarni Andijon viloyati marhamatdan oling. Andijon laykchalar sizlardan tirsillatinglar, bang'alatinglar, yangi texnikalar hammalaringizga nasib qilsin. Ana endi Jizzaxlik bratlarimiz uchun rossiyskiy traktorcha bor desak ham bo'laveradi. 3 kolesalik MTZ80 yangi vyupuska polnama joyi yangi. Jizzaxlik bratlarimiz uchun mana shu yerda ko'rib o'tirgan polnama joyi, boyovoy polnama joyi garantiyaligi bo'ladi. Motorchasi o'sha qara motorda yangi vyupuska, ollaylari o'sha gidravlika rollari hammasi yangi vyupuska. Zadnimoz korobka hamma joyi super, hamma narsasi bu Rossiyadan kelgan. O'zim uchun noldan taxlab yotadim, prosta pul zarur bo'lib qoldi, shu uchun sotmoqchi bo'lib o'tiribman dedilar. Biror joyda kamchilik yo'q, balon, diska hamma narsasi bor. Faqat bitta kabina qo'yib, qolgan melichovka joylarini bir yig'ib olsangiz, yangi traktor bo'ladi deganlar. Olib faqat maza qilib minish kerak, biror joyda kamchilik yo'q. Telefon qilsangiz yana o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotlarni telefonda olishingiz mumkin. Shu holatiga, shu turishiga hozircha narxini 50 million narx qo'yilgan. Bu juda ham arzon narxda. Real olaman deyotgan odamlar bo'lsa, kelsa ko'rsa, kami bor, kelishamiz, gaplashamiz deyaptilar. Tortinmay telefon qiling, o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotni Jizzaxdan oling. Ana endi inja Buxorolik akalarimiz uchun ham press apparatning yangisi bor, pashti ishlamagan desak ham bo'ladi. Holati ideal holati, bomba holatda turetskiy mana shu yerda ko'rib o'tirgan yangi press apparat. Biror joyga biror nima bo'lmagan, bu ham hamma joyi o'zini o'sha radnoy holatida deyaptilar. Ishlashiga garantiya, biror joyda kamchilik yo'q, o'g'on odam maza qiladi. Baraka topadi, pulni topadi deganlar. Biror joyga xudo xolasa xarajat qilmaysiz, yangi press apparatdan 1 gram farqi yo'q deganlar. Narxchasi ham juda ham arzon narxda, pashti yangi press apparatni yarim puliga berganday bo'lamiz, prosta pul zarurligi uchun srochno sotish kerak dedilar. Bu apparatimizda hozirda narxini 130 million narx qo'yilgan, bu vobshe arzon narxda, vobshe darim beribdilar pul zarurligi uchun. Telefon qilsangiz yana to'liq ma'lumotlarni, narxlarini kelishsangiz bo'ladi. Tortinmay telefon qiling, o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotni Buxorodan oling.
Ana endi yana inja Buxoro viloyati Olot sizlar uchun tralimiz bor, sastanasi zo'r. Ko'pchilik obunachilarimiz mini tral zo'ridan qidirib yurgan edi. Mana sizlarga 20 tonnalik arzon narxdagi tralchamiz. 5 ga 3 metr uzunlikka sastanasi polni ideal ko'rib o'tiribsiz. Balonlarigacha majoyi boyovoy. 20 tonna narsani spakoyni ko'taradi, xohlasa traktor ham tortib ketaveradi deyaptilar. Umuman kamchiligi yo'q, hamma joyga garantiyasi bilan beramiz. Kelib ko'rsa yana kami bor, kelishamiz deyaptilar. Bu tralchamizda hozirda narxi 35 million narx qo'yilgan. Bu aytiladigan narxi shunaqa zo'ridan qidirib yurgan bo'lsangiz, telefon qiling, real olaman ikkovlariga. Kami bor kelishtirib beradilar, tortinmay telefon qiling, o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotni Buxorodan oling. Ana endi arzon tilishga prinsip qidirib yurgan akalarimiz uchun zo'r sastanadagi vobshe arzon narxdagi tilishgachamiz bor. Qashqadaryo viloyati Mirishkordan Qashqadaryo qani ketdik sizlar uchun mana shu yerda ko'rib o'tirgan tilishga prinsipimiz. Sastanasi zo'r, ramalari zo'r, balonlari hamma joyi boyovoy, даже ko'rib o'tiribsiz, setkalarigacha bor. Umuman biror joyda kamchiligi yo'q deyaptilar. Pul zarur bo'lgani uchun sotamiz dedilar. Narxcha soatiga 9 million narx qo'yilgan. Bu aytiladigan narxi real olaman dikonlariga kami bor, kelishamiz deyilgan, tortinmay telefon qiling. Ana endi yana gaplashamiz anjanchasiga deb. Anjanlik bratlarimiz bugun chempion qani ketdik. Andijon sizlar uchun hali yangi mini Zubramiz bor. Zubrani ham zo'ri, umuman ishlamagani, agregatlari bilan birga agregatlari ham hali yangi biror joyga qo'l tegirilmagan. O'zim uchun oldim, o'zim Rossiyada borsam minaman dedim, hali borganim yo'q dedilar. Yil 2025 olingan, ishlamagan, uyga turibdi. Hamma narsasi yangi biror joyga qo'l tegirilmagan, yarimtaga zavodit qilib olib ketsangiz bo'laveradi. Ishlamagan plugi, ishlamagan frezalari bor. Hammasi boyovoy, hammasi ishga tayyor, hozir prosta pul zarur bo'libdi, srochni sotish kerak dedilar. Olingan narxidan arzon qilib beramiz deganlar. 35 million kampligiga bu aytiladigan narxi real olaman dikonlari kesin ko'rsin, kami bor, kelishamiz, gaplashamiz deyaptilar, tortinmay telefon qiling, o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotni telefonda oling. Mana shu Velostrad sotiladi. MTZ 80. Balonlar hammasi yangi. Oldi balonlarim katta balonlar ham yangi. Mana pulugi bilan 3 korpus pulugi bor. Soz holatda. Traktor shuni olasiz, shuni ishga solasiz. Mana chizili bor. Mana chizil. Chizil aksiylar bilan tayyor turibdi. Tilchkasi ham bor. Tilchkaning ham 4 ta baloni yangi. Tayyor turibdi hammasi. Olasiz, shuni ishga solasiz. Mana eshitib o'tiribsiz, Surxondaryo viloyati sho'rchilik bratlar sizlar uchun MTZ 80X traktorimizda agregatlari bilan birga juda ham arzon narxda bo'ladi. Mana ko'rib o'tiribsiz, tilichkachasini ham, ma'lumotlarini, rasmlarini, tilichkani ham hamma joyi yangi deyaptilar. Traktorchamizda ma'lumotlariga kelsak, motor korobkalari ziver, hamma joyi ishlaydi, распределитель enchilar yangi qo'yilgan, balonlar yangi, stator akkumulyatorlari bor, dokumentlarigacha даже joyiga deyaptilar. Qo'shib beriladigan o'sha chizil puluk tilichkasi bor. Hammasini birga komplet 65 million narx qo'yilgan. Bu juda ham arzon narxda real olaman dikonlari kesin ko'rsin, kami bor, kelishamiz, gaplashamiz deyaptilar, tortinmay telefon qiling, o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotni Surxondaryo sho'rchidan oling. Ana endi Belarusning zo'ridan garantiyaligidan so'ragan akalarimiz uchun arzon narxdagi Belarusimiz Andijon viloyati marhamatdan bo'ladi. Andijon bormisizlar? Kommentariyaga yozinglar. Sizlar bugun chempionlarning chempioni, polni boyovoy ideal holatdagi traktorlarimiz sizlar uchun bo'ladi. Mana shu yerda ko'rib o'tirgan 4 kolosolik Belarusimiz, balonlari zo'r, motor korobka biror joyda 1 gram xarajat yo'q. O'zim uchun noldan ko'rib chiqqanman, o'zim 100% javob garantiya ham berib bilaman deyaptilar. Zadnimos korobka umuman aybi yo'q, даже zadnimos korobkalar gipaytda o'sha blokrovkalari ishlaydi, даже deyaptilar, skordan tashamaydi, vomlari ishlaydi, traktor 100% javob. Motorchasi 1 gram mo'y rasxodi yo'q, stator akkumulyatorlar bor, dokumentlari joyida, faqat olib minsangiz bo'ldi. Umuman xarajatsiz texnika deganlar, даже rollarigacha gidravlika yumshoq Captiva'nikiday qilib qo'yimiz dedilar. Ogon odam maza qiladi, baraka topadi. Narxchasi 50 million baytiladigan narxi, pul zarurligi uchun sotamiz dedilar. Real olaman dikoni kesin ko'rsin, kami bor, kelishamiz deyilgan, tortinmay telefon qiling. Ana endi katta kabina Belarusda ham garantiyaligi agregatlari bilan birga, xohlasa komplet, xohlasa adelni ham sotamiz deyaptilar. Jizzax viloyati Baxmal bormisizlar? Sizlar uchun polli yangi webskada qilib qo'yilgan Belaruscha nagoni ko'rib o'tiribsiz, sastanasi zo'r. Motor korobkalarida ishi yo'q, vomlari ishlaydi, dokumentlari bor, faqat olib minish kerak. Tamom, stator akkumulyator yarim kaltga zavodit qilib olib ketasiz, dokumentda ham umuman muammosi yo'q deyaptilar. Qo'shib beriladigan pulugi 2 ta tilichkasi ham bor deyaptilar. Tilichkalarni
ham ramalari, zo'r ballonlari, boyovoy setkalarigacha bor, dashi dokumentlarigacha bularni ham bor deyaptilar. Realni olaman deykon, kesa xohlasa komplet konkret narxini kelishtirib beramiz deganlar tortinmay. Telefon qiling, o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotlarni xohlang. Komplet mo'jt xohlang, adelni ham sotadilar. O'zingizni qiziqtirgan ma'lumotni olib, narxlarini kelishsangiz bo'ladi. Tortinmay telefon qiling. Ana MTZ 80 ga taklangan puluk. Qo'shiqlari 70 ga moslangan mana palisli. Mana 3 ta teshikchal palisi bor, xohlasa bunga, xohlasa bunga. Mana bu tomonlari g'ildirak turibdi, addenda temir g'ildirak. Shpilkali mana plitani oldinga orqaga xohlagan razmerga qo'yib ishlatsa bo'ladi. Mana atvollar 35 lik standart mana. Quloqchalari ham mana chimni beqarab tashab ketadigan. Lemixlar yangi. Mana atvollarida qayrilgan. Ko'madi tuproqni. Tang'iladi. Tayyor turibdi. Shuni tag'ish kerak, ishlatish kerak. Quloqchalari ham turibdi. Mana shu pulak. 9 million deyapmiz, kelishamiz. G'ildiragi turibdi addenda. Qo'shib beramiz. Turibdi. Mana eshitib o'tiribsiz, Samarqandlik bratlar, sizlar uchun bo'ladi bu pulukchamizda garantiyaligi MTZ 80-82 lar tortaveradi, spakoyni qiynalmaydi, yerda yuragini yorib, polni boyovoy qilib, chotki chiqarib beradigan pulukcha deyaptilar. Bunaqa puluklarni yana boshqa turlari ham bor, taxlab beramiz, xohlasa deyaptilar. Xohlasa aylanma, xohlasa 3 korpus, 4 korpus, 5 korpus texnikani o't kuchiga qarab polni boyovoy qilib beramiz deganlar. Hozirda buni narxini aytib o'tib ketdilar, o'zi juda ham arzon narxda 9 million bo'lib o'tiribdi. Bularning yana o'sha garantiyalari ham bor. Metallari o'sha eng baquvvat, eng kuchli metallar, biron kishi bunaqa narxda, bunaqa metalga taxlamaydi deyaptilar. Telefon qiling, o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotlarni yana Samarqanddan olasiz. Pulukchamizda mana shunisining narxi 9 million bu aytiladigan narxi yana kami bor. Kelishtirib beramiz, kelishib bilsak, dastavkalari ham bor, yetkazib beramiz deganlar. Tortinmay, telefon qiling, o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotni Samarqanddan oling. İtalyan motor, starteri ham o'ziniki. Motorlari zo'r. Zavodskiy traktor. Ikkita nuftasi ham ishlaydi. Oldin balon ham zo'r, mana 15,5 balon, diskalar 13,5 diska. Zavodskiy traktor. Mana nasoslar ham o'zini zavodskiy. Mana eshitib o'tiribsiz, Qashqadaryo viloyati Mirishkorlik bratlar, sizlar uchun tetizi yuzimizda polni radnoyi, polni eng arzon narxdagisi desak ham bo'laveradi. Bunaqa tetizi bunaqa narxda bo'lmasa kerak. Balonchalarni ko'rib o'tiribsiz, 15,5 pashti yangi motor korobka, biror joyda ishi yo'q. Korobkalari ham o'sha qo'sh muftalik, 2 muftalik. Ko'pchilik obunachilarimiz shu qo'sh muftaligidan qidirib yurgan edi. Mana sizlarga qo'sh muftalik o'sha radnoy desak ham bo'laveradi. Hamma joy 100% javob, 100% garantiya. Telefon qilsangiz, o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotlarni telefonda olasiz, yana videochalari bor, ko'rasiz, yo'qsa telefon qilasiz. Narxchasi atiga 30 million narx qo'yilgan bu aytiladigan narxi. Real olaman deykonlari kesin ko'rsin, kami bor, kelishamiz, gaplashamiz deyaptilar. Tortinmay telefon qiling, qolgan ma'lumotlar. Ana endi Samarqand viloyati katta qo'rg'onlik bratlarimiz uchun ham tetizini zo'ri bor, agregatlari bilan birga juda ham ko'p agregatlari bilan arzon narxga beramiz, pul zalur deyaptilar. Mana shu yerda ko'rib o'tirgan tetizi traktoringiz bu ham hamma joyi o'sha radnoy o'ziniki, hamma narsasi deyaptilar. Traktorchamiz 2002-yil ishlab chiqarilgan. Zadnomos korobkalari zo'r, umuman aybi yo'q deyaptilar. Balonlari ko'rib o'tiribsiz, polni boyovoy, ozgina motorda ishi bor, qolgan hamma joyi zver polni boyovoy deyaptilar. Telefon qilsangiz to'liq ma'lumotlarni yana olishingiz mumkin. Dokumenti ham o'zimning nomimda, dokumentda muammo bo'lmaydi deganlar. Ana endi qo'shib beradigan agregatlariga yetib keldik. Chizilib, plugi bor ekan, ideal holatdagi tilichkasi bu, tilichkani ham balonlari, ramalari hamma joyi boyovoy. Bulardan tashqari polni bomba sostenadagi kirpaltara bor ekan. Kirpaltarasi ham polni hamma joyi ideal, hamma joyi
Pashti yangiday deyaptilar. Ishga tayyor etib tiqib ishlatsangiz bo'laveradi. Xohlasangiz komplekt, xohlasangiz adelni ham kelishamiz deganlar tortinmay. Telefon qiling, o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotlarni, narxini ham telefonda olishingiz mumkin. Aytganimizdek, traktorda adelni, tilishgan adelni, puluk chizil adelni, kirpaltarani ham adelni kelishtirib beramiz deganlar tortinmay. Telefon qiling, kami bor kelishtirib beradilar. Qolgan ma'lumotlar Samarqand viloyati Kattaqo'rg'onda. Ana endi tesoriklarni zo'ridan arzonidan so'ragan akalarimiz uchun o'sha Vezdexod traktorchalarimiz bor. Eng arzon narxda Qashqadaryo viloyati Mirishkor qani ketdik sizlar uchun 4 ta balonni tortadigan Vezdexod traktorchalarimiz vayennisi sizlar uchun. Mana shu yerda ko'rib o'tirgan traktorcha. Motor korobka biror joyda ishi yo'q. Hamma joyi ishlaydi, hamma joyiga javob. Stator, akkumulyator, dokument hamma narsasi bor, faqat olib minish kerak. Tamom, biror joyda 1 gram xarajat yo'q, 100%. Javob aytganimizdek o'sha 4 ta balonni tortadi, viduchlar ishlaydi. Ko'pchilik obunachilarimiz so'ragan edi, viduchini eng arzonidan so'ragan akalarimiz uchun mana sizlarga o'sha viduchni 4 kolesoli T40 traktorimiz. Narxcha soatiga 25 million aytiladigan narxi, pul zalur srochni sotish kerak deyaptilar. Puli naqd bo'lsa konkretni narxini kelishtirib beramiz deganlar. Tortinmay telefon qiling, o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotni Qashqadaryo Mirishkordan oling. Ana endi yana bitta tesorligimiz, bu ham Vezdexod Qashqadaryo viloyati Mirishkordan. Qashqadaryo bugun chempion, layklarni tirsillatib banglatinglar. Qani ketdik Qashqadaryo sizlar uchun. U tesorligimizdan ham 2 barobar arzoni desak ham bo'ladi. Sostenasiz zo'r. Hamma joyi ishlab o'tiribdi. Motor korobkasida ayb yo'q, hamma joyi job. Buni ham oldi viduchchilik edi. Viduchchisida ozroq ishi bor, hozir lekin ishlamaydi deganlar. Buni yuvib tozalaganimiz yo'q, ishlayotgan vaqtiga video qo'yganmiz, hamma joyga javob, biror joyda xarajati yo'q deyilgan. Narxcha soatiga 16 million narx qo'yilgan bu aytiladigan narxi real olaman deykonlari kesin ko'rsin. Kami bor kelishamiz, gaplashamiz deyaptilar. Ko'rib o'tiribsiz narxi, vaqti arzon narxda real olaman deykonlariga kamini qilib beradilar, tortinmay telefon qiling. Ana endi Yumezi legenda degan akalarimiz uchun Yumezichani vobshe arzon narxdagisi bo'ladi. Yana chizili bilan birga Farg'ona qani ketdik, layklarni tirsillatasizlar. Farg'onalik akalarimiz ham bugun chempion. Farg'ona qani ketdik, Farg'ona Olg'a deb kommentariyaga yozib qo'yisham. Esingizdan chiqmasin, sizlar uchun bunaqa narxda bo'lmagan Yumezini garantiyaligi. Motor korobka hamma joyi zo'r, stator akkumulyatorlari bor, yarimtaga zavodit bo'ladi. Rollari gidravlika, polnama joyi, boyovoy polnama joyi ideal. Faqat olib minish kerak, umuman biror joyda xarajat yo'q. Sostenasini ham ko'rib o'tiribsiz, hamma joyga javob deyaptilar. Yana qo'shib beriladigan chizili bor ekan, chizili bilan birga 30 million narx qo'yilgan, real olaman deyikoni kesin ko'rsin. Kami bor kelishamiz, gaplashamiz deyaptilar. Bu o'zi juda ham arzon narxda. Real olaman deykonlariga yana kamini qilib beradilar, tortinmay telefon qiling. Ana endi eng arzon narxdagi belaruschamiz bilan boshlaymiz. Bunaqa narxda bo'lmagan, bunaqa narxda bunaqa belarus topa olmaysiz. 100% katta bollarni yangi texnikasidan 4 ta balonni tortadigan MTZ82.1 da polni yangisi biror joy ochilmaganidan so'ragan akalarimiz uchun qani ketdik boyvachcha traktorchilar sizlar uchun. Surxondaryodan bo'ladi. Surxon bormisizlar? Laykchalarni tirsillatinglar. Sizlar uchun 2021-yilda ishlab chiqarilgan belaruschani Agoni atiga 2900 soat ishlagan, hamma joy radnoy, biror joyga kulish tegmagan, akkuratni chotki, bir qo'l minilgan traktor deyaptilar. Dokumentda umuman muammosi yo'q. Olib faqat minish kerak, kayfiyatni aytib yurish kerak. 100% javob, 100% garantiyalik Belarus deganlar. Narxchasi 235 million narxi. Vobshe arzon narxda, akamizga o'zi pul zalur bo'lgani uchun sotamiz dedilar. Realni MTZ Belarus 82 qidirib yurganlar, kesa olaman deykoni bo'lsa, konkret narxini kelishtirib beramiz deganda, tortinmay telefon qilib o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotni Surxondan olishingiz mumkin. Ana endi traktorni eksklyuzivnisi bo'ladi. T28 ga TTZni polni kiyimlarini kiyintirib qo'yilgan garantiyalik T28imiz. TTZ kabinada Navoiy viloyati Qiziltepa sizlar uchun mana shu yerda ko'rib o'tirgan T28 da Agoni. Sostenachasi zo'r, motor korobkasida ishi yo'q. Hamma joy ishlab o'tiribdi. Stator akkumulyatorlar bor, elektronika ishlar qilingan, dokumentlari joyda, umuman biror joyda kamchilik yo'q. Olib faqat minsangiz bo'ldi deyaptilar. Balonchalari ham kamida 50-60% biror joyda xarajat qilmaysiz, garantiyalik texnika deyilgan. Narxchasi 19 million bu aytiladigan narxi real olaman deykoni kesin ko'rsin, bir minib ko'rsin, yana gaplashamiz, kami bor kelishamiz deyilgan. Tortinmay telefon qiling, qolgan ma'lumot Navoiyda. Endi radnoyga qiziqadigan akalarimiz uchun T28 da pashti radnoy bor. Samarqand viloyati Tayloq bormisizlar? Samarqandlik akalar bugun aktiv. Samarqandlik bratlarimiz uchun T28 da zo'ri bor. 1992-yil ishlab chiqarilgan T28 sostenachasini ko'rib o'tiribsiz. Hamma narsasi pashti radnoy deyaptilar. Motorchalari remont bo'lgan,
Zadmoslari даже o'chilmagan ham kraskalarini ko'rib o'tiribsiz, o'sha o'zini radnoy kraskasida kraska tegirilmagan deyaptilar. Hamma joyi boyovoy qanday ko'rib turgan bo'lsangiz, shu holatida dokumentlari bor, faqat olib minish kerak, umuman biror joyda xarajat yo'q deyaptilar. Narxchasi 20 million narxini eshitib o'tiribsiz. Vobshe arzon narxda bo'libdi. Real olaman deyoni. Kelsa, ko'rsa yana kami bor kelishamiz deyaptilar, tortinmay. Telefon qiling, qolgan ma'lumot Samarqanddan. Bo'lyapti. Ana endi yana bitta T28imizni zo'ri bor radnoychasiga qiziqadigan akalarimiz uchun garantiyalik chotki traktorchamiz Qashqadaryo viloyati Shahrisabzda bo'ladi. Qashqadaryo laykchalarni tirsillatinglar, qani ketdik sizlar uchun T28ni eng zo'ri pashti. Hamma joyi yangi, o'g'ir ish qilmagan, biror joyda biron kamchiligi yo'q, faqat tilichkaga yurgan garantiyalik suyagi butun T28 qidirib yurgan akalarimiz uchun mana sizlarga T28ni zo'ri orqasidagi tilichkalari bilan birga tilichkalarni ham ko'rib o'tiribsiz, konkretni sostenada. Traktorchamiz motor korobka biror joyda ishi yo'q. Hamma joyi pashta zavod deyaptilar. Stator akkumulyatorlari bor, elektronika ishlar qilingan, polni boyovoy ichida даже magintol kolonkalarigacha polni shoximex diskoteka qilib, qarochi yangi yil archasi deb yangi yilni kutib olsangiz bo'ladigan garantiyalik T28. Balonchalari ham zo'r. Qarochi traktorchamizni biror joyda kamchiligi yo'q, hamma joyi job deyilgan. Aytib o'tganimizdek qo'shib beradigan tilichkasi bu tilichkani sostenasi ham zo'r, ramalari, butun balonlari zo'r, даже setkalarigacha bor deyaptilar. Telefon qilsangiz, shunaqa zo'rini qidirib yurgan bo'lsangiz, akamizni nomerlarini pastda qoldiramiz. Narxini, o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotlarni luboyni olib, telefonda o'zlari bilan kelishib, narxlarini kelishtirib olib kelsangiz bo'ladi. Tortinmay telefon qiling, qolgan ma'lumotni Qashqadaryodan oling. Ana endi yana bitta pul topar uchkali so'li katta kabina Belarusimiz bo'ladi. Navoiy viloyati Qiziltepadan. Buni ham narxchasi arzon, hamma joyi chotki, polni rimon qilingan, biror joyda aybi yo'q deyaptilar. Buni ham motor korobkalari, polni boyovoy ishga tayyor, stator akkumulyator hammasi chotki motki qilingan, balonchalari pashti yangiday, dokumentlari bor, даже rullarigacha gidravlika olgan odam maza qiladi, kayfimni aytib yuradi deyaptilar. Hozirda narxchasi 50 million narx qo'yilgan, bu aytiladigan narxi real olaman deyki, kesin pul zalur, srochni sotish kerak deyaptilar, kelishtirib beradilar, tortinmay telefon qilasiz. Ana endi pulni pachka xalta orqasidan banki bilan yuraman degan akalarimiz uchun o'sha politsiya kombayni bor, sulyos qilib beradigan kombaynni agonama bilsa kerak bu apparatimizni. Apparatni ham neobishnisi, yangisi bunaqasi hali O'zbekistonda bo'lmasa kerak, o'zi 2024 kelgan, o'sha yili mana shu yil ishlatdik deyaptilar. 2 sezon ishlagan, hamma joyi yangi, biror joyda kamchilik yo'q. Sostenasini ham ko'rib o'tiribsiz, boyovoy ishga tayyor holatda. Faqat pul zarur bo'lgani uchun sotamiz dedilar, bo'lmasa sotmasdik. Pulni pachka sezoniga ishlab beradigan texnika deb ma'lumot qoldirganlar. Hamma joyi bir boshdan yangi qilib chiqilgan, hozirda stator akkumulyatorlarigacha hozir yangi tiqib qo'ydik, yarimtaga burab etib ishga tiqib pulni topsangiz bo'laveradi dedilar. Dokument muammosi yo'q, kelsangiz pulni chitir sanasangiz 30 ga o'tkazib beramiz deganlar. Hozirda narxi 40 ming dollar aytiladigan narxi real olaman deyki, kesin ko'rsin, kami bor kelishamiz, gaplashamiz deyaptilar. Tortinmay telefon qilib o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotlarni oling. Yana videochalari bor. Videochalarni ko'rasiz, yo'qsa egasiga tortinmay telefon qilasiz, o'zingizni qiziqtirgan ma'lumotni Navoiy Qiziltepadan olasiz.